Ba'zi insonlar juda ham mehribon. Hozir sizlarga mani bolamga kelgan sovg'alarni obzorini qilib beraman. Birinchi bo'lib boshlaydiganimiz personally my favorite. Buni mani pochcham, ya'ni opamni eri Yaponiyadan olib kelibdilar. This is so cute. Конечно, bu hozir bizga to'g'ri kelmaydi. Xudo xolasa 1 yosh bo'lganida sekin-sekin xudo xolasa yurish boshlagan to'g'ri keladi. Keyingisi, bu sovg'ani mana singlim Gruziyadan olib kelibdi. Aytishi bo'yicha kichkintoylarga emlashni boshlashga yordam berarmish. Опять же, hozir kerak emas, lekin в будущем будет очень даже актуально. Keyingi sovg'a bu Inglot brendidan. Bu уже bolachamga emas, lekin menga sovg'a. Bu tushunishingiz uchun ularni halol lak kolleksiyalari. Bilganingizdek, oddiy laklar halol emas, chunki ular tahorat o'tkazishmaydi. Bular esa unaqa emas ekan. Bularda halol sertifikat bor ekan va tahorat o'tkazadi deb yozilgan. Bularni suramanmi yo'qmi bilmayman, lekin kattakon rahmat. Men bitta даже yozib qo'ygan naqasi ham bor. Innovatsiya, которая дышит deb yozilgan. Формула подтверждена сертификатом халяль и становится частью более осознанного подхода к усоху. Apparently I can't read. Keyingisi mana shunaqa yarki, приkolniy qutupchani bizga splab jo'natishibdi. Bu yoqda kichkinalarning tish shotkalari va 1 yilga yetadigan tish pasta zapasi. I'm so sorry. Voy, bunaqa zubnoy niz jo'natishdi. I love. Hamma joyda qidiraman mana shuni tushunishinglar uchun. Keyingisi, mana bu chiroyli kiyimchani qaranglar. Kecha qaynam olib kelib berdilar. Ko'rib qoldim va nevaramga sotib olgim keldi deb. Bro, chidoyman bunaqa chiroyli kiyimchalarga. Keyingi sovg'a ikkinchi babushkadan, ya'ni meni oyimdan. Buni yaqindagina Yerevanga borib kelganlarida olib kelibdilar. Buni bori уже как будто hozir kiyishimiz kerakda. Qamam bitta 6 oyda kiyasiz deb yozib qo'ygan, lekin meni bolamga bu 6 oyda to'g'ri kelmaydi. Men кажется, hozir kiymasak уже vaqt o'tib ketadi. To'g'risini aytaman, bolamga shu kungacha bitta ham kiyim olganim yo'q. Hamma bor kiyimimiz yoki qaynam olib berdilar, yoki oyim olib berdilar. Bitta ham kiyim sotib olganim yo'q. Это был мой обзор на сегодня. Hammaga kattakon rahmat e'tibor uchun. Juda ham kayfiyatni ko'tardinglar va agarda o'g'lim gapirishni bilganda bu sovg'alar unga qanchalik yoqqanini o'zi aytardi.